ba'zi bir mana shu xonadonga kelin bo'lib tushgan kelin poshshalar 2 haftani shunaqa intizorlik bilan kutadi yoki 1 oyda bitta yuboradigan qayinlarni kelini shunaqa intizorlik bilan kutadi uyga borishi. Uyga borgandan keyin yana o'sha yerda qolgisi keladi 2-3 kunlab. Kelgisi kelmaydi, qaytgisi kelmaydi uyga. Bo'lgan kundan qaytadi. Sabab o'shanaqa kelinlar o'sha kelin bo'lib tushgan xonadonda mehr ko'rmagan, yaxshi gap eshitmagan. Mana shu kelinlar uyga ketgisi kelaveradi. Bor shunaqa kelinlar 1 oyda, 1,5 oyda oyijon shu olsa, ha deb boradi. Ha borarman, mayli deydi. Sabab mehr ko'rgan kelin shunaqa bo'ladi. Qaynona mehr bergan kelinlar, qaynonasi oyijonisi qachon uyga boringsa o'shanda bo'ladi. Uyi tinch, o'zi tinch. Shuning uchun mehr beringlar. Ba'zi bir qaynonajonlar yaxshi gapirib, mehr bersanglar, o'sha kelin ha degan uyga ketavermaydi. Mayli qilolmagan ishlari bor, chala qilgan ishlari bor. Hali bilmagan holda hali nojo'ya joyda gapirib qo'ygan bo'lishi mumkin. O'shani sekin to'g'rilab olishi bizning qaynonalarning qo'limizda hammasi. Hech kim osmondan tarbiyalanib idealniy bo'lib tushmaydi. Hech qaysi kelin uydan ko'rganini to'g'ri qiladi, hammasini qiladi, lekin boshqa xonadonga kelganda sizlar o'ylagandek kelin bo'lmaydi baribir. To sizlar o'ylagandek kelin bo'lguncha vaqt kerak. O'sha vaqtni ham unumli foydalanish kerak. Faqat dakki bermasdan, ushurmasdan, tirnoqishdan, kir qidirmasdan, yaxshi gapirib. Bu hammasi bizga bog'liq, qaynona bizga bog'liq. Bizni ozgina chidashak kelinlarni mana shu nojo'ya harakatiga, qilgan ishiga o'rgatsak, sekin-sekin 2 yil, uzog'i 3 yilda kelinni o'zingizlar qo'lingizga olib, o'zingizlar keyindagi qilsanglar bo'ladi. Faqat yaxshi gap bilan, mehr berib.